Assalomu alaykum gaz balonimiz kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizdagi Captiva mashinamiz bitdi. Hozir sizlarga shunday obzorini ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Polniy podkapot Italiya Polsa mahsulot hisoblanadi. Zaprashningizni to'xtaladigan bo'lsa, italyanskiy mahsulot. Injektorimiz Sparkning Skarasnoy Polshaniki Stak firmasiga tegishli. Reduktorimiz bilasizlar, har doimgidek AP12 italyanskiy mahsulot. Blok upravleniyamiz Stak Polsha mahsuloti 406 blok upravleniyasi qo'yilgan. Bu mashinamiz 3 litrli motor bo'lgani uchun, ya'ni GDI motor bo'lgani uchun 70-30 sistemasida ishlaydi. 70% gazda, 30% benzinda. Shuning uchun 406 6 silindr bo'lgani uchun shunaqa miya o'rnatganmiz. Gaz balonga keladigan bo'lsak, okamizga ikkita 65 litrli gaz balon o'rnatib berganmiz. Captiva mashinasiga metan gaz qo'ymoqchi bo'lganlar ko'rishingiz mumkin. Mana sizlarga misol tariqasida ikkita 65 litrli gaz balon o'rnatib berganmiz. Chiroyli qilib ko'rasizlar. Pol qismi ortiqcha umuman teshilmagan, kichkina sidenalarni teshigidan foydalangan holda cho'tka qilib o'rnatib berganmiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli mahsulot, original mahsulotda kerak bo'lsa, gaz balonimizga murojaat qilib qo'yaverasizlar. Tanlovda adashmanglar. Hammalarni kutib qolamiz. Like bosishni unutmanglar. Bu videoni Captivasiga gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar.